Keyingi vaqtlarda ayrim fuqarolar tomonidan Umra va haj safariga yuborishni aytib, odamlarni aldab, firibgarlik sodir etilayotgan holatlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. 2025-yil 10-aprel kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan Payariq tumani Xo'ja Ismoil nomli mahalla fuqarolar yig'ini hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Choshtepa mahalla fuqarolar yig'ida yashovchi 43 yoshli fuqaro tezkor tadbirga xaridor sifatida jalb qilingan fuqaroni Umra safariga jo'natishni va'da qilib, 1300 AQSh dollari miqdoridagi pul va fuqarolik pasportini olgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Payariq tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, haj va umra safarlariga borib kelishda davlat tomonidan yoki maxsus litsenziyaga ega bo'lgan tashkilotlar bilan shartnomaga kelishgan holatda borib kelishingiz tavsiya etiladi. Misqollab yiqqan pullaringizni o'z qo'lingiz bilan firibgarlar qo'liga berib qo'ymang. Ogoh bo'ling.